Onaning qo'llari. Ibratli hikoya. Qishloq chetidagi eski uyda bir ona va uning yolg'iz o'g'li yashar edi. Otasi erta vafot etgan va ona esa o'g'lini har qanday qiyinchilikka boqib katta qilgan edi. Qishin yozin dalada ishladi, non yopdi, suv tashidi. Qo'llari yara bo'lib ketgan paytlarda ham bolam to'yib ye deb derdi. Vaqt o'tdi, o'g'li ulg'aydi, o'qidi. Keyin bo'lsa shaharga ishga ketdi. Bir necha oy o'tdi va u shaharda yaxshi lavozimga ishga kirdi. Yangi do'stlar orttirdi. Har safar onasining qo'ng'irog'ini eshitganda keyinroq gaplashaman der edi. Onasi esa har kecha eski telefonini qo'liga olar. Balki bugun o'g'lim qo'ng'iroq qilar deb kutar edi. Ammo o'g'li tobora uzoqlashardi. Bir kuni ona og'ir kasal bo'lib qoldi. Qishloq vrach unga bolangizni chaqiring, ko'rishib oling dedi. Qo'ni-qo'shnilar shaharga xabar yuborishdi. O'g'li esa javob yozdi: ishlarim ko'p, keyinroq boraman. Bir necha kun o'tib ona olamdan o'tdi. O'g'li shahar shovqinida ishlayotgan paytda qo'shnilardan xabar oldi. Onangizning bugun dafn qilindi. Shu on o'g'il yuragi ezilib, poyezdga o'tirib qishloqqa yugurdi. Uyga kirgach, barchasi bo'sh. Hovlida faqat onasining eski ro'molidan boshqa hech narsa yo'q edi. Endi esa kech edi. U o'sha qo'lqoplarni qo'liga olib yig'lar edi. Qo'lqop orasida bir xat tushdi va uning xatida shunday yozilgan edi: bolam, bu qo'lqoplarni senga to'qib qo'yganman. Qish sovuq, qo'llaring muzlamasin. Agar men bo'lmasam ham qo'llaring iliq bo'lsin. Men seni har doim duo qilaman der edi. O'sha kundan boshlab o'g'il hamisha narsasini yo'qotgandek his qilar edi. U onasining qo'llari qanday mehnat bilan uni boqib o'stirgandi va u qo'llar endi sovuqligini anglab kech bo'lganini tushundi. Azizlar, dunyoda shunday farzandlar ham bor ekan. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimizga like bosishni unutmang. Keyingi ibratli va ta'sirli hikoyalarimiz bizning kanalda chiqishda kuzatib boring.